Salah boru shaxsiyat e'tiboran Ronaldo emas. Biz Ronaldo ham to'g'ri, noto'g'ri qilgan deymiz, ammo jur'at qilish qiyin edi. Shunaqa Ronaldo Messi rostdan boshqa sayyora. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ular janjal qilsa ham hamma narsa hisob kitobini qiladi-da, noto'g'ri ketsa ham bor-ku. Bu yoqdan hujum qilib bo'lmaydi. Futboldan katta deysiz-ku shunaqa. Ha, misol Salah hozir Liverpoolni bitta muammosini aytayaptimi? Ichkarida jo'yali bitta aniq-tiniq gapi bo'lganda 9 yildan keyin keldim iflosda, uni hech qanday o'zi to'g'rilamabsan degan. Kelgan joylarini aytib bergan, misol uchun Juventus o'zgargan, Real gapirmasa ham bo'ladi. Hech narsa desa, bu shunaqa ta'sir qilganki, Manchester Fergyusondan keyin hech narsada rivojlanmagan degan narsani bergan. To'g'ri, bu yerda ozgina suiiste'mol qilish bor, fikrni boshqa, lekin shundan keyin remont qilgan ular. Ana yomg'ir yog'aytar, bilasizmi, u tarafda. Ana shundan keyin qildi deb baribir. Salah vesi unaqa emas. Ha. Ming afsona bo'lishi mumkin Liverpoolda. Jerard emas-da. Mana shunaqa deb hisoblayman.